bugun sizlarga granatada dushman komandadagini хотя бы bittasini bo'lsa ham nok qilishni o'rgataman. Va buni kuzatib turinglar. Ana odam ko'rdim. Endi tepaga chiqamiz. Bombani ochamiz. Qani ketdik. Kutamiz. Hop, voy, blin, qoch. Alloh rozi bo'lsin. Uzun hayajonlanib ketdim. Pro игрок degani обязательно o'ldirish kerak degani emas, qochish ham bilish kerak, to'g'rimi? Albatta, qo'rqmanglar. Orqaga qarab qochamiz. Sherim turishini ko'rdinglarmi? Meni hozir Livikdan chiqib Erangilga o'tib ketdi deb o'ylayotganda. Pro игрок bo'lish bu faqat otishdan iborat emas. 70-75 legenda. Xo'p, bugun sizlar bilan granatada portlatishni o'rgana olmadik. Endi mayli, keyingi darsliklarda o'rganib olasizlar. Uni ham обязательно o'rgatib ketaman. Hozircha kommentariyaga like bosib demoqchi bo'laman endi. Like bosib, kommentariya yozib qo'yinglar va kuzatishda davom etinglar. Bu degani granata otaman degani bot degani emas. Alloh rozi bo'lsin, nima qilaman peshinada borish ekanda. Siz mana o'zingizlar ko'rib turganingizdek Moltada mana shunaqa yoqib yuborishim mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Aka, onadan so'kmang, onadan ketmang aka. Bir aka o'zim ukam bu. Menga podpiska tashlab, like'larni umuman ayamanglar.